Ana davomi o'rtoqlar. Chunki 14 metrga 6 metr bu. Buni bitta safarda olsa nima olib ketmaydi-da. Nima deydi? Uzilib qolyapti, internet ishlamayapti. Mana bular mana. Kichkina narsalarni siqib tashlaganda yerga mana shunday bo'ldi. Mana bu jungli antirumlar juda zo'r narsa ekan. Shoxli o'rar ekan, kerak. Mana yana chiqaryapti. Bu ham katta qiluvdi, mana yana chiqaryapti. Xudoga shukr. Juda zo'r narsa ekan. Qaysi gul boquvchi bo'lsa, mana shundan обязательно olinglar. Juda zo'r narsa ekan. Faqat quyosh tegmasligi kerak. Yorug' joyda turish kerak ekan. Juda zo'r. Mana bu qarazamiya gulkislarim 3-4 yilki. Men olganda kichkina edi. Men bu nima deydi, jasmin. Shu jasmin bilan ham kelisha olmayapman. Buni Aniyadan oldirdim. Baribir quriyapti, nima qilsam ham hech kelishmayman. Gruppadagi qizlarga ochilib yotibdi, meniki kelishmaydi. Bu gullar bilan kelishaman. O'ta zo'r gullar. Bular mana dehim mahiyalar Aniyaxondan oldirdim, aytdim-ku. O'shalar mana buni yana yiqilgan kurashga to'ymaydi deb bulardan yana oldirib qo'yibman. Yo ular, yo qalar. Yana ko'raveray deb bular. Men o'zim o'rnatgan detkalar o'rtoqlar. Mana yana uzilish qilaman, xudo xolasa. Oshxonadagi gullarimni olaman, sig'ishmaydi bo'lmasa. Mana gruppadoshlar, videoning davomi. Chunki hammasini olsam ketish qiyin bo'lyapti. Internet qiyin ishlayapti bizda. Mana bu egizaklar, bittasi ayol baxti, bittasi erkak baxti. Ikkalasi bitta nimaga ekilgan? Gidroponik qilib ekilgan. Tagida suv turadi. Mana bu gardeniya gullari, mana bular osma gullar, mana o'rtoqlar, mana bu ayol baxti. Bitta xafa bo'lgan edi, men bunaqa bo'ldi. Qaytadan nimasini ko'chirib oldim. Qaytadan ekdim, mana zo'r bo'lib ketdi yana. Bular kitayskiy rozalar, mana bitta ochilib, bitta yopilib, chiroyli bo'lib yotibdi, xudo xolasa mana. Mana shunday o'rtoqlar, zo'r, hammasini gap yo'q. Mana bular yangi ekilganlar. Utib shoxchalardan utib ekib qo'yibman bular. Mana bular ham yana yangi detkalar. Bularni keramzitga tomirlatyapman shunday qilib mana. Xudo xolasa tomirlasa bularni ham tuproqqa ekib tashlayman. Mana bu Gulchehraxon, siz ko'ring. Mana 1 yil deganda mana shunday bo'lyapti. Zamiya gulkis mana 1 yil deganda ikkita detka chiqadi. Shunday bo'lyapti. Keyin katta bo'ladi. Siz bo'lsa o'ynayverasiz, uni o'ynamang. Mana. Katta kutish kerak. Kutsangiz, xudo xolasa zo'r bo'lib ketadi. Mana. Buni 1 yildan oshdi, detka qildim. Mana bu yangi bargi go'zal gulimdan zo'r bo'lib ketdi, ochilyapti. Bular qanaqa qo'yalar? Katta bo'lib ketgan, 1 yildan oshgan qalin qo'yalar. Mana bu nazamiya gulkis gulim. Mana o'rtoqlar, yuqoridagilar, pastdagilar. Mana bu imperator gulim mana. Barglar qarang, katta bo'lib ketadi. Mana bular kratorlar, katta kratorim bo'lib qoldi o'rtoqlar. Shu yil issiqqa chidamadi, kichkinalari yashayapti. Mana o'rtoqlar, yana bitta uzilish qilaman, bo'lmasa video ketmaydi. Mana pastga quryapti deb palmani otib yubordim, o'g'lim ekib qo'yadi, qarang, katta bo'lib ketdi. Bular limonlar. Mana bu yana dalaning bu yoq tarafidan ko'rsataman. Mana pinjamillar, gullar juda ko'p. Mana aytaman, 420 ta tuvak hamma joyga tiqib tashlaganman. Mana buni qayoqqa pora qilib ekib qo'yibman, sendan usti. Yomon ketyapti. Yana bitta uzilish qilaman, xudo xolasa.